Namoz o'qimayotganlar. Oraylarda bo'lsa kerak, bugun bomdodda o'qimaganlar. Xudo meni ko'rib turibdi degan tuyg'u yo'qligi uchun o'qimadinglar. Nima asosingiz bor o'qimayotganingizga? Bandaga tushuntira olmaysiz, Xudoga qanaqa tushuntirasiz? Bandam, men seni yaratdim, yo'q eding, jirkanch suv eding, iflos suv eding. Badaningga, kiyimingga tegsa, to yuvmaguncha xotirjam bo'lmaydigan jirkan suv eding. Men seni shu suvdan yaratdim. Mana buni, yo buni, mana buni sharbatidan yaratganim yo'q. Jirkan suvdan, siydik keladigan yo'ldan yaratib, onangni qornida suv to'ldirilgan qopning ichida tillo kumush bilan sotib olib bo'lmaydigan butun a'zoni men tekinga berdim, yaratdim. Onani qornida 9 oy 9 kun tarbiya qilib rizqingni berdim, to'rmuchchayni soqirib dunyoga keltirdim. Dunyoga kelishing bilan dadang bakalashga ko'tarib, "Ey qo'shni, sigiriz bor edi, bolam tug'ildi, sut bering" deb chiqqani yo'q, kasha qidirib chiqqani yo'q. Onangni ko'ksidan oppoq sutni chiqarib seni nafsingni qondirib qo'ydim. Butun minerallarga ega bo'lgan to'yimlik ovqatni, rizqingni onangni ko'ksidan chiqarib qo'ydim. Onangni senga mehribon qildim, onangni senga qul qildim. Mardikor qildim, seni oq yuvdi, oq taradi, yedirdi, ichirdi. Qolaversa men ne'mat bilan siyladim. Nima uchun namoz o'qimading bandam? Senga nima yetmayatuvdi? Nima kamlik qildi desa nima deysiz?